have more technical questions, but it's also Manda texnik savolim bor va ko'proq Jahon banki tashabbusiga, platformaga tegishli. Bilamizki, davlat kompaniyalar O'zbekistonda ERP tizimlarini rivojlantirib boryapti va ERP tizimlar xarid jarayonlarini qamrab oladi. Mening savolim quyidagi: mana shu davlat kompaniyalariga ham ERP tizimini platforma bilan integratsiya qilishga imkoniyat bo'ladimi? Chunki bugungi kunda ko'p tender jarayonlar platforma orqali ma'lumotlar qo'lda kiritiladi. Bu yerda ozgina bo'shliq bo'lib qoladi va shuning uchun ham so'ramoqchi edim. Mana shu ERP tizimlar bo'yicha savolim. Avvalambor savolingiz uchun rahmat. Bu nafaqat ERP tizimi bilan integratsiya ko'zda tutilyapti. Men qisqacha axborot berib o'taman. O'tgan davrda demak xarid rejalarini kiritish aytganingizdek oldin faqat qo'lda kiritilardi. Yoki bo'lmasa skanerlangan PDF formatdagi faylda kiritilardi. Uchinchi yo'nalishi bu Excel formatida kiritilardi. Ya'ni inson omili juda yuqori bo'lgan formatda kiritilardi. Hozir mana demak xarid rejalari alohida platformasi ishga tushdi. Ishga tushgan platforma bo'yicha endilikda har bitta kiritiladigan ma'lumotlar elektron shaklda demak tegishli mahsulotlarni belgilash yo'li bilan kiritiladi. Ikkinchi masala, bu platformaga tayyor ma'lumotni yuklash nuqtai nazaridan ERP yoki boshqa o'sha korxonada mavjud tizimlarning integratsiyasi ham rejalashtirilgan. Bu hozirgi kunda hali ishlagani yo'q. Biz hozir birinchi bosqichda faqatgina xarid rejalarini o'zini kiritish imkoniyatini demak yaratdik va transport sohadagi korxonalar birinchi bosqichda aynan transport sohasidagi katta yirik kompaniyalarimiz o'zining xarid rejalarini bu tizimga kiritib bo'lishdi. Ruxsat bersangiz, ERP tizimi bo'yicha qisqacha to'xtalib o'tsam, 25 dekabr oyida prezidentimiz 259-sonli prezident farmonlari qabul qilingan. Unga ko'ra yirik korporativ buyurtmachilar, ya'ni 21 ta korxona, shu UZAST aksiyadorlik jamiyati tasarrufida bo'lgan korxonalarni ERP tizimlarini davlat xaridlari maxsus axborot portaliga integratsiya qilish masalasi topshirig'i berilgan. Bu bo'yicha mana aytib o'tilgandek amaliyotda amalga oshirilgan xaridlarni integratsiya qilish jarayonini boshlab yubordik. Bugungi kunda maxsus axborot portali havasbor oldin bu Moliya va iqtisodiyot vazirligida bo'lgan maxsus axborot portalini biz o'zimizning tasarrufimizga qabul qilib oldik. Bugungi kunda integratsiya hamda boshqa bir texnik ishlar amalga oshirilyapti. Hamda parallel ravishda shu yirik korxonalar UZAST bilan birga biz ERP tizimlarining bir integratsiyasini ishini boshladik. Hozir texnik ma'lumot almashuv bo'yicha texnik hujjatlarni ko'rib chiqib imzolash jarayonini bir etap amalga oshirmoqdamiz. Bu tizim to'liq xavfsizlik jihatdan to'liq tayyor bo'lgandan keyin hamda barcha shu yirik korxonalar ERP tizimlari qabul qilib ishga tushgandan keyin bu tizim integratsiyasi amalga oshiriladi. Uning doirasida keyingi etapda direktor aytib o'tganlaridek xarid rejalarini ham integratsiyasini shu ERP tizimi orqali maxsus axborot portaliga ommaviy ochiq shaffof sifatida ko'rsatish masalasi qo'yilgan.